to'liq pulini to'layman. Unaqa nima emas. To'liq nol qilib ketaman. O'shanga sizga tabriklar bilan beraman. Böyle tamam. Mazlum to'la, to'liq to'xtan ko'taraman. Hazırlaşamiz. Qadrdonlar, Suyis Sergelini nima deydi? Yangi lokatsiyasi o'zgardi. Avtosalonimiz lokatsiyalari o'zgardi. Sergelida avtosalon qayta rekonstruksiya qilib katta gigant qilindi. Undan tashqari orqasida o'zimizning avtoservisimiz ham bor endi. Xudo xolasa Amakjon, endi bu texnika aytib bo'lmaydi. Xudo xolasa tinq qiladi-ku. Qayerdir borib o'tirmaysiz. Shunday avtosalonga kelasiz, mo'yni almashtirmoqchimisiz, paroq qo'ydirmoqchimisiz, poliq qo'ydirmoqchimisiz, taqar-tuqur nima bo'ladi, hammasini Suyis Sergeli avtosaloni o'zi chiroyli qilib taqlab beradi. Yo, men ham tushuntirib beray deyman. Ular tushuntirib beradi. Yo, men emasman. Suyis Sergelidan siz mashina xarid qiladigan bo'lsangiz, masalan, mana shu mashincha hozir Qashqadaryoga amakimga ketyaptilar. Radiator zashishda, paroq, polik, tonirovka polностью o'rnatib berilibdi. Mana setkalarigacha o'rnatib berilibdi. Undan tashqari polni bak benzin ham qo'yib beramiz. Chunki u kishi viloyatdan bizga kelyaptilar, Qashqadaryodan kelyaptilar va gostisaga bir kun qolaman desalar, bir kun ham bemalol qolishlari mumkin Toshkentga. Hamma xarajatlar Suyis Sergelidan.